kofirchilikni azob deyshadi. Haqiqatan ham azob. Kimlarga azob? Alloh taoloni taniydiganlarga azob. Mehribon Alloh o'sha yaxshi ko'rgan bandasini sinar ekanki, 1 yil bo'ldi. Keragidan ortiq 100 yillik aqlni ham bilib oldim, hayotning mashaqqatlarini ham bilib oldim. Esim kirib qoldi-da. Do'stlar, shunaqa siqilib yurasiz, ezilib, shunaqa erkaklar bor, yosh yigitlar, daji yig'laysiz, yig'laymiz azoblardan. Takroran aytaman, aslo siqilmang. Mana aytdi dersiz, inshaalloh Alloh mehribon, yaxshi ko'rgan bandasini sinar ekan. Qayoqda qolgan har bir bandasiga bermas ekan tashvishni. Siz o'ylang, kulingki, bu Alloh meni o'ziga yaqin olibdi. Tasavvur qiling, shunaqa buyuk zot bizlarni yaxshi ko'ribdi. Xursand bo'ling do'stim. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi deng, keyin ko'rasiz.